Bunday holatda mana bu kuch bilan AQSh bir quruqlikdagi operatsiyani o'tkazmaydi. Raketa masalasida menimcha agarda yadroda Eron yon beradigan bo'lsa, raketada Tramp yon berishga tayyor. Dastlabki xabarlarga ko'ra, aniqrog'i Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi boyitilgan uranni Rossiyaga olib chiqish bo'yicha mana shunday masalani ko'targan edi, mana shunday gapni aytgan edi. Lekin GD Vance Eronning boyitilgan uranini AQShdan boshqa davlatga topshirish mumkin emas degan bir bayonotni berdi. Bu so'nggi o'sha 2 kun avvalgi xabarlarga ko'ra. Va undan keyin bu aynan endi boshqa bu Xomanay hali o'zi chiqqani yo'q, lekin xabarlar berildi. Oliy rahbar retursda chiqdi. Bu boyitilgan uranni mamlakatdan olib chiqishni taqiqladi degan bir bayonotni berdi. O'zi umuman ushbu 60% boyitilgan uran Rossiya yoki AQShga topshirilsa, umuman mana shunday Erondan olinsa, AQSh Eronning raketa dasturini ham cheklashga urinmaydimi? Muammo faqat boyitilgan uran bilan bog'liqmi degan savolni qo'ymoqchi edim. Yo'q, albatta. Boyitilgan uran 60% gacha boyitilgan uran bu qurol darajasiga olib kelingan hali emas. Agarda 90% gacha olib borilsa, o'shanda u qurolga aylanadi. Lekin Xomeney aytgan gapdan keyin yana bir nima chiqdi. Yo'q, bu noto'g'ri. Biz Rossiyaga beramiz degan gap ham qayta ta'kidlandi. Lekin shaxsan men o'ylaymanki, Eron o'zini boyitilgan uranini hech kimga bermaydi. Bu o'sha kelishuvlarda, muhokamalarda ularni asosiy ushlab turadigan nimasi, nima deydi? Richagi. Richag o'zini vositasi. Richag nimasi? Agarda bu beradigan bo'lsa, AQSh bilan to'xtab qoladimi? Yo'q, albatta. Keyin raketa dasturini yo'q qilasan deydi. Undan keyin dronlardan nimasini yo'q qilasan, proksi kuchlarga yordam berishni to'xtatasan deydi. AQSh birin-ketin boshqa talablarni ham qo'yadi. Shuning uchun Eron buni bilgan holda yadro dasturini davom ettiradi va uni hattoki suyultirish yana deydi, Eronni o'zida uni suyultirib 60 dan tushirish degan narsani qo'ydi. Uni ham qilmaydi. Bu uni davom ettiradi. Bu uni dastagi. Chunki bu dastagini u tashab qo'ymaydi. Rahmat. Kamoliddin aka, marhamat, sizda fikrlar. Xo'p, qarang, bu yerda mana oldingi suhbatlarda aytganmiz, Eronning yadro yoki boyitilgan uran bo'yicha strategik ikkilamchilik yondashuvi bor. Birinchidan aytadiki, dunyo davlatlarining barchasi tinch atomga ega bo'lishga haqli deydi. Haqiqatda hamma dunyo davlatlari haqli. Mana bu yerda xalqaro ekspertlar, ya'ni shu sohadagi ekspertlar aytadiki, ikkilamchi texnologiyalar, uni tinchlik yo'lida ham ishlatish mumkin, uni qurol sifatida ham ishlatish mumkin. Mana agarki uranni ma'lum bir miqdordan keyin yuqoriroq boyitadigan bo'lsa, u o'rtadagi chegara nimasi juda ham katta emas aslida. U juda ham dahshatli katta qirg'in qurolga aylana oladi. 60%lik boyitilgan urandan ham aslida Anvar aka, men ekspert emasman, lekin men o'qiganlarim aytamanki, qurol yasaladi. Ya'ni atom bomba, gryazniy bomba deyiladi. 90 gacha yetmasa bo'lmaydi. Yo'q, 90% dan keyin u haqiqatda kuchli portlovchi to'laqonli yadroviy qurolga aylanadi. Ya'ni haqiqatda katta reaksiya beruvchi ommaviy qirg'in qurolga aylanadi. Lekin 60% da ham gryazniy bomba, ya'ni u biror joyga tushadigan bo'lsa, o'sha shaharni tep-tekis qiladi aslida. Va Eronning ikkita nimasi bor, nuqtasi bor. Birinchidan, biz tinchlik atomga intilyapmiz. Atom bombasi yaratish niyatimiz yo'q deydi. Unda biz 60% dan kerak deydi. 60% ha, va to'laqonli nazoratni mana Obama davrida bu kelishuv bo'lgan edi. Hozir Donald Trump qilib qo'ygan katta ahmoqligi, Trump birinchi marta hokimiyatga kelganida Obama, endi bu Amerikadagi ikki partiyaviy tizimi shundan iborat. Qanday yaxshi ish qilmasin, ikkinchi keladagin uni tanqid qiladagin, uni demontaj qilib, undan chiqib ketib, uni mana Obama Amerika xalqiga Obama Care'ni, ya'ni sotsialist yoki so'l sifatida yaxshi bir taklif bergandi. Ya'ni Amerikada ijtimoiy himoya dasturini. Buni respublikachilar, Donald Trump o'zi kelib buni demontaj qildi, qo'ldan kelganicha. Va uni mana amerikalik siyosatshunoslarning o'zlari ham aytadiki, Fariz Zakariya ham aytadiki, bu aslida bu bir vaqtlar Amerikada qudratli davlatchilik demokratiyaning o'sishiga yordam berganda, bugun Amerikaning o'sha nima deydi, siyosiy inqirozlar, xalqaro kelishuvlarga soya solyapti deydi. Va Eron mana shu strategik ikkilamchilikka ko'ra
atom bombasini intilmayapman, lekin tinchlik atomidan voz kechmayman deydi. Chunki kuniga Muammar Qaddafiyning kuni tushishini istamaydi. Ertaga bundan tashqarida hozir Eron aytganini qilsa-da berib bersa, AQShni o'zi shu dasturlardan chiqib ketmaydimi? U birinchidan, ikkinchidan Kafolat yo'q. kafolat yo'q, xuddi shunday. Hech kim kafolat bermaydi. Kafolat Eron bera shundan olmaydi, o'qiyapti. chunki Amerika, ya'ni Isroil bilan Amerika nimani xohlaydi? Eronning qo'lida ommaviy qirg'in quroli bo'lmasa ekan, Eron yalang'ochlanib qoladi. Eron o'zining mudofaa qilish potensiali pasayib ketganligini tan olgan bo'ladi. Raketa masalasi Kamoliddin aka. Raketa masalasida bu Eron bunga biroz bo'lmaydi, Ya'ni chunki ketma-ket darajalar bilan mana shunday yo hozirgi muzokaralardan allaqachon chiqarib tashlagan. Qolgan talablarni ham qo'yadi. Hozir birinchi masala yadroviy dastur masalasi qo'yilyapti. To'g'rimi? Keyin Yadroviy dasturga bir to'xtamga kelingandan keyin balkim undan keyingi muzokaralarda u masala qo'yilishi mumkin, lekin Shu Nurbakim o'zini savol qilib yo'q, qo'ydi. ayni vaqtda raketalarda o'sha bilan bog'liq dasturga qisqartirish masalasi muzokaralarda mavjud emas. Asosiy masala yadroviy dastur masalasi kun tartibga qo'yilyapti. Ya Endi- bu aha. Xo'p, bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, mana Abbos Aroqchi chiqib, darhaqiqat agar biz berishga tayyormiz, beradigan bo'lsak Rossiyaga beramiz deb aytdi. Va undan keyin mana GDVS aytdiki, "Yo'q, biz unga qarshimiz" degandan keyin Mushtaba chiqib, o'zini qarorini e'lon qildi. Oliy bayonot e'lon qildi. bayonot e'lon qildi va bayonotda bo'yicha demak umuman Eron hududidan boyitilgan uran olib chiqilmasin degan bir o'sha oliy hukmdorni fatvosini e'lon qildi. Bu yerdan ko'zlangan asosiy maqsad demak Rossiyaga berilmaydigan bo'lsa biz boshqa davlatga ham bermoqchi emasmiz degan fikrni ilgari surdi va bu yerdagi yana bitta muhim jihati mana shu orqali Mushtaba o'zini hamjamiyat oldida va ichki auditoriya oldida borligini va sekin-asta legitimligini oshirishga asosiy urg'u qaratyapti. Chunki hali mujmal vaziyat davom etyapti. Mana shunday mujmal vaziyatda u oxirgi so'zni aytadigan odam sifatida, oliy hukmdor sifatida so'zini aytish kerak edi va shu so'zini aytdi. Endi bu nimaga olib kelishi mumkin? Demak, yana Amerika oldida jiddiy muammo paydo bo'ldi. Demak, harbiy harakatlarni boshlash kerak. Harbiy harakatlarni boshlagani bilan oldingiga o'xshagan havo hujumi orqali zarbalar berish kutilgan natijani bermaydi. Chunki mana Reuters agentligi ekspertlarning xulosasiga ko'ra, mana shu zarbalar 20 mingdan ortiq zarbalar natijasida 30% ga yaqin Eronni harbiy o'sha raketa imkoniyatlari cheklangan. Bor yo'q. Bor yo'g'i. Bu agar qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsak, o'rda to'ldirildi ham deydi. juda kichkina ko'rsatkich. Demak, hozir ayrim ekspertlar aytayaptiki, Amerika Qo'shma Shtatlari oldida yagona imkoniyat demak quruqlikda hujumni boshlash. Mana Kamoliddin aka oldin buni muhokama qilgandik. Mana Ziyan degan professor bor, xitoylik. Men kecha uni eshitdim, u aytayaptiki, meni prognozim bo'yicha quruqlikdan hujumni boshlaydi deyapti. Amerika Qo'shma Shtatlari va quruqlikdan hujumni boshlashi Amerikani xuddi Rossiyaga o'xshagan navbatdagi juda katta qo'pol xatosi bo'ladi degan fikrda aytyapti. Xullas, mana shunday vaziyatni Eron ma'muriyati ham juda yaxshi tushunib o'tiribdi va shunday ekan, demak, Eron ma'muriyati oxirigacha harakat qilishga va mana shunday qaror qabul qilishga olib kelyapti. Kamoliddin qo'shimchada quruqlikdan operatsiya qilishni o'ziga xos xususiyati bor. Mana 2003-yildagi quruqlikdagi operatsiya Iroqqa nisbatan. O'sha paytda Amerika mana Ko'rfazga 5 ta aviatashuvchini olib kelgan. 1000 dan ortiq samolyotlar, kemalar bilan. Hozir 3 barobar kam. Bunday holatda mana bu kuch bilan AQSh bir quruqlikdagi operatsiyani o'tkazmaydi. Marhamat Xudoga. Men endi mana Anvar akaning fikriga sal qo'shilmayman. Kechdan oldin kuni demak Netanyahu bilan Tramp o'rtasida telefon so'zlashuv bo'lib o'tgan va men Wall Street Journal'ning yozishicha bu suhbatdan keyin Netanyahuning sochlari tik bo'lib qoldi deb yozgan, ha? Jahli chiqdi degan, sochlari tik. Nima uchun jahli chiqyapti? Nima uchun tik bo'lib qolyapti? Chunki Isroil tomon seshanba kuni jangni boshlaymiz deb tayyor turibdi. Mana Ben Gurion aeroportida hozir fuqaroviy aviatashuvchilar uchun joy yo'q ekan. Samolyotlar Ben Gurion aeroporti u fuqaroviy obyekt hisoblanadi. Ularning haligi nimalarining Amerikaning harbiy va mana bu haligi zapravka qiladigan samolyotlari bilan to'lib ketgan deyapti. Endi Netanyahuning sochining tika bo'lib qo'yganining sababi zarba berilmadi va Tramp
zarba berishni hali o'ylab ko'raman deb aytganligi uchun u sochi tika bo'lib qolganda. Endi qarang, mana shu 3 ta monarx, Saudiya Arabistonining shahzodasi, 2 ta amirning demak o'sha o'rtaga tushib zarbani to'xtatib turing, biz umuman olganda effektiv muzokaralar olib boryapmiz va sizning eng asosiy talabingiz bajariladi deb aytilgan va'dadan keyin Tramp shunday xulosaga kelyapti. Endi Amerikani hozir haligi всемогущий qilib ta'riflash ham sal xato. Mana o'zlaring hozir aytyapsizlar, 15 mingta samolyotda vылет, bor yo'g'i 30% Eronning yadro dasturini, uzr, mana raketa dasturini izdan chiqaribdi. Tramp hozir mana shu agar yadro kelishuv yuz beradigan bo'lsa, raketani savdoga qo'ymasligi mumkin. Va bo'ldi, men g'alaba qildim deb ketish mumkin. Aynan shuning uchun ham Netanyahu sochi tikib bo'lib qolgan. Va Netanyahu agovorkasi ham bor uning, biz baribir urushni sizsiz urushni davom ettiramiz degan. Bu ham mana jahon matbuotida tarqaldi. Ya'ni agar Tramp urushdan chiqib ketgan taqdirda ham Isroil bosh vaziri aytayaptiki, biz ishni oxirigacha yetkazib qo'yishga harakat qilamiz deyapti. Va Trampda mana shu 3 ta eng muhim pozitsiyani hech bo'lmasa 2tasi bajarilsa ham, bu Hormuz bo'g'ozi ochilsa, 450 kilo yukni oladigan bo'lsa va nima Eron tomonining biz yadro qurolini o'z oldimizga ega bo'lishdan voz kechamiz degan gaplarini aytadigan bo'lsa, raketa savdoga qo'yilmaydi. Chunki Trampning o'zi bugungi kunda xuddi Rossiya Ukrainada qopqonga tushib qolganda qopqonga tushib qoldi. Hozir agarda quruqlik operatsiyasi haqida gapirildi, mana hozir Anvar aka aytdi quruqlik operatsiyasini. Quruqlik operatsiyasini maqsadli qilmoqchi bo'lyapti va bu sof avantyura. Aytilyaptiki, Isfahondagi 450 kilogramlik o'sha haligi boyitilgan uran tunnelning ichida turibdi ekan, biz boramizda tunnelni kovlab, shu 24 ta konteynerda olib chiqib ketamiz. Uni siz kovlab olishingiz uchun siz texnika qilishingiz kerak. Ketmon bilan kovlab ololmaysiz uni. Va u yo'lda qarab turish kerak. Va u bir haftalik ham ish emas, 1 oylik ish bo'lishi mumkin. Siz uni perimetrda qarab turadimi? Perimetrda qanday himoya qilasiz? Eronning 700 ming kilometrga uchadigan ballistik raketalari bor. U kelishini ham kerak yo'q Eron haligi qo'shinni olib kelishi uchun ham hojat yo'q. Shu ballistikasini otib yuborsa bo'ldi. Unaki artilleriyasi bor 40 kilometrga uradigan. Buning avantyura ekanligini hali bu muhokamada payti yo'q. Hatto Isroilning haligi nima отставкадagi generallari va Amerikaning o'zining отставкадagi generallari aytayapti. Bu nihoyatda dahshatli avantyura. Hali bu avantyura tarix ko'rmagan avantyura bo'lishi mumkin deb. Chuqurroq botqoqlikka botish. Shuning uchun raketa masalasida menimcha agarda yadroda Eron yon beradigan bo'lsa, raketada Tramp yon berishga tayyor. Rahmat. Men o'zimning fikrimda qolaman. Eron yadro dasturini bermaydi.